Bozorlarda Y7 ni poddelkasi juda ham ko'payib ketgan. Hozir men sizlarga shuni original bilan poddelkasini qanaqa ajratishni o'rgatib qo'yaman. Sizlar ungachaga videoga bitta like bosib, bizga podpiska bo'lishni esdan chiqarmanglar. Okalar, raznisasi 10 ming farqiga poddelka olib qo'yapti. Mana bu poddelkasi bo'ladi. O'zi rasmidan ham ajratsa bo'ladi. Xo'p, buni rasmi xuddi shunaqa varianti ham bor. Uni ajratish uchun mana ichiga kirsak ham bo'ladi. Mana ochamiz. Originalimizda mana Y7 ni o'zida ham mana bunaqa Y7 yozig'i bo'ladi. Xo'p, poddelkasida dash perchatkasida ham farqi bor-da. Ishonasizlar, perchatkasi ham yuqqa deyman. Mana qalin bo'ladigan perchatkasi. Mana poddelkasida Y7 yozig'i yo'q. Xo'p, buni simini olsanglar, simlari ham bor. Va shu yuvib qo'yganda, ana Y7 dan bir xil aynib qo'yapti, xira yonagandi. Ko'pchilik adashib poddelka olib qo'yapti. Adashmaslik uchun Komafto Orzu yoki Farhasiy kelsanglar, originalni zo'r narxlarda qilib beramiz, ustunovkani ham qilib beramiz. Bu videoni Y7 olmoqchi bo'lgan do'stingizga jo'natib qo'yinglar, bizga podpiska bo'lish esdan chiqmasin.